Qolgan joyimizdan davom etaveramiz. Mana x teng 3 degan nuqta bor bizda. Ya'ni mana bu parabola x teng 3 degan nuqtada mana bu oy so'qni kesib o'tadi ekan. Endi bu nuqta mana bu to'g'ri chiziqqa ham tegishli. To'g'ri chiziqqa tegishli nuqtalar yozaman. Minus uchi 4 va uchi 0 nuqtalar. Uning minus 3 qo'yib 4 chiqadi ekan. Ya'ni minus 3 karra plus teng bo'ladi 4 ga. Endi 3 qo'ysak, x o'rniga 0 chiqadi ekan. Ya'ni 3 ga plus l teng ekan 0 ga. Hop, ikkalasini yig'indisini nima deydi? Ikkalasini qo'shib yuborsam endi. 2 L teng bo'ladi 4 ga. Shunda L chiqadi 2 ga. Endi mana birinchisiga qo'yib yuboraman. Yoki ikkinchisiga qo'ysam bo'laveradi. 3 ga teng minus L ligidan k teng bo'ladi minus L taqsim 2 ga. 3 ga. Shunda minus 2 taqsim 3 chiqadi ekan k. Endi mana birinchi shartni bajaramiz. Amiz bizdan mashhur 1 taqsim 3. B-chi minus 2 taqsim 3 ko'paytirilgan s'miz bizda minus 1 ga teng edi. Endi x nolimiz-chi? X nolimiz 1 ga teng. Y nolimiz minusdan 4 taqsim 3. K'miz nimaga teng ekan endi? Minus 2 taqsim 3 ga teng ekan. Demak, mana bular qisqarib ketadi. Minus 2 bilan minus 2 ham qisqaradida. Mana minus bilan bu minus plyus bo'lib ketadida. 1 taqsim 4 degan javob chiqadi. 1 taqsim 4. Endi yuzini hisoblashimiz kerak. Ya'ni funksiya grafiklari bilan chegaralangan soha yuzini topishimiz kerak. Endi mana bular o'chirib turaman. Biz topishimiz kerak. Mana bu yuzani topishimiz kerak endi biz. Bu yuzani topish uchun nima qilamiz? Mana bu tepada turgan to'g'ri chiziq funksiyasidan pastda turgan mana bu parabola grafikini funksiyasini ayirib turib integral orqali topishimiz mumkin bo'ladi. Hop, bu misol ishdan oldin tushuncha berib qo'yaman mana. Masalan, mana bu yuza turibdi. Mana shunday parabola turibdi. Endi mana shuni grafiki qanaqadir fx desak. Mana bu joyini 4 deylik. Mana bu joyini 0 deylik. Bizdan so'rab qolishi mumkin, masalan, mana shu joyini so'rab qolishi mumkin. Endi bu joyini yuzini qanday topamiz desak, integral 0 4 oraliq fx. Shu formula orqali topamiz. Ya'ni fx funksiyaning 0 4 oraliqda mana bu ox o'qi bilan hosil qilgan yuzasi. Yoki berishi mumkin, masalan, mana shu grafik bo'lsa, mana bu parabola. Ikkita parabola bo'lsa, endi deylik mana shu joy A, mana shu joy B, mana shu joy, mana bu fx, bu desak jx. So'rashi mumkin, mana shu A yu B oraliqda yoki umuman ikkala funksiya orqali hosil qilingan yuzani toping desa, mana shu yuza bo'ladi, ya'ni yopiq yuza. Bu yuzani qanday topamiz desak, mana bu tepadagi funksiya, ya'ni fx funksiyasidan jx funksiyasini ayramizda nima qilamiz? Mana bu A yu B oraliqda shu integralni yechib qo'yamiz biz. Shunda mana shu yuza kelib chiqadi. Endi yechaman. Biz tepadagi funksiya nimaga teng? Ya'ni kx plus l. K nimaga teng? Minus 2 taqsim 3. X l nimaga teng? Plyusdan 2. Endi ayiramiz parabolaning nima deydi? Funksiyasini. X kvadrat taqsim 3 minusdan 2 taqsim 3 x bunaqa deb minusdan 1. Endi bu teng bo'ladi. Qaysi oraliqda? Minus 3 dan mana bu 3 oraliqda ekan. Minus 3 3 oraliqda. Minus 2 taqsim 3 x
plus 2 ayrilgan x kvadrat taqsim 3 qo'shilgan 2 taqsim 3 x plus 1. Endi nima hosil bo'ladi bizda? Ikkalasi qisqarib ketadi ekan. Nima hosil bo'ladi? Minus x kvadrat taqsim 3 qo'shilgan 3. Minus 3 3 oraliqda. Endi nima qilamiz endi? Integral olasak minus x kub taqsim 3 ko'paytirilgan 1 taqsim 3 qo'shilgan 3x. Buni oralig'i minus 3 3 oraliqda. Endi xo'p 3 qo'yib yuborsak minus 27 taqsim 9 qo'shilgan 9 ayrilgan endi minus 3 qo'yamiz endi. Minusdan minus 27 taqsim 9 ayrilgan nima 9. Shunda ikkalasi qisqaradi. Minus 3 ga 9 ni qo'ysak 6 ayrilgan endi. Mana bu ikkala minus plus bo'lib ketadi-da. 27 ni 9 ga bo'lsak 3 bo'ladi. 3 dan 9 ni ayirsak minus 6 va mana bu o'rtadagi minus bilan plus bo'lib ketadi-da. Plusdan 6. Bu teng bo'ladi endi 12 ga teng bo'ladi ekan. Shunda javobimiz 12 chiqar ekan. Endi keyingi savolga o'tamiz. 39-savol bizda demak. Rasmda deyapti fx funksiyani minus 1 11 oraliqda hosilasi grafik tasvirlangan deyapti. Bu misolni yechishdan oldin umumiy tushunchalar berib ketaman bu misolga ham. Hosilasining grafikini berib turib, bu funksiyaning hosilasining grafikini berib turib, fx funksiya qaysi nuqtalarda maksimumga erishadi deyishi mumkin. Hosilasining grafikini berib, fx funksiyani o'zini qaysi nuqtalarda nima deydi? Maksimum nuqtaga erishadi deyishi mumkin. Masalan, mana shu holat turibdi. Mana shu holatda funksiya bor. Bu f' ning grafigi va fx ning max nuqtalari so'rayapti bizdan. Qachon maksimumga erishadi? Agar hosilasining grafigi berilganda desak, mana bu plyusdan minusga o'tadigan nuqtalarda. Ya'ni mana bu plyusdan minusga o'tadigan nuqtalarda. Mana bu plyusdan minusga o'tadigan nuqtalarda. Endi qachon minimumga erishadi desak, mana bu minusdan plyusga o'tadigan nuqtalarda. Plyusdan minusga o'tsa maksimum fx ning maksimumi f' ning grafikida. f' grafik plyusdan minus maksimum fx. Agar f' grafik minusdan plyusga o'tsa minimum fx. Kim bizdan so'rashi mumkin? Mana shunday grafik berib turib, endi deydi bu fx grafik deydi. Fx grafik deydi. Endi funksiya deyapti. Funksiya deyish mumkin. Qaysi oraliklarda funksiyani hosilasi qaysi oralikda musbat deydi. Funksiyani hosilasi mana bu oralikda musbat bo'ladi. Ya'ni o'suvchi oraliklarda musbat bo'ladi. Mana bu oraliklarda musbat bo'ladi hosilasining fx grafigi bu. Bizdan so'raydi endi f' qaysi oraliklarda musbat deydi. Mana shu o'sadigan nuqtasigacha, eng baland nuqtasigacha o'suvchi bo'ladi. Mana shu oraliq ham f' musbat bo'ladi. Endi qachon manfiy bo'ladi desa, mana bu kamayadigan oralig'ida hosilasi manfiy bo'ladi. Mana shu oralarda hosilasi manfiy bo'ladi. Yana so'rashi mumkin. Fx funksiyani o'zining grafikini berib turib, qaysi nuqtalar nechta maksimum nuqtasi bor deyish mumkin fx o'zini. Shunda mana bu tepaliklarni olib qo'yasizlar. Yoki nechta minimum deyish mumkin. Nechta minimum desa, mana bu pastliklarni olib qo'yasizlar.
yoki aytishi mumkin, masalan, yoki kritik nuqtalarni eslatishi mumkin. Kritik nuqta, agar lokal maksimum desa mana bu tepalarni olasizlar. Lokal minimum desa mana bu pastlarini olasizlar. Agar kritik nuqta yoki ekstremum nuqta desa hammasini umumiy qilib olasizlar. Ya'ni buni ham, buni ham, buni ham, buni ham hammasini nima deydi sanoqqa qo'shasizlar. Bu demak, bu misol ishlaymiz endi. -1 11 oralig'ida deyapti. Hosila grafik tasvirlangan deyapti. Mana bu fx funksiyasining nechta maksimum nuqtasi mavjud deyapti. Mana plyusdan minusga o'tyapti mana bu joyda. Demak, faqat shu joyda o'tyapti. Boshqa joyda o'tgani yo'q. Demak, bitta joyda o'sha maksimum nuqtasi mavjud ekan. Bitta. Endi hosilasining grafigi 0 dan katta deyapti. -1 11 oraliqda nechta butun son qanoatlantiradi deyapti. Mana o'zi mana bu hosilaning grafiki turibdi. Bu degani mana bu. Mana shu nuqtadan, mana shu chiziqdan tepada bo'lgan joylari bu degani musbat degani. Ya'ni 0 dan katta bo'ladi degani. Agar mana bu fx deganda edi, mana bu biz mana bu oriqlarni sanardik. Endi bu f'(x) biz mana bu ox o'qdan tepasini sanab qo'ysak bo'ldi. Ya'ni mana shu o'qdan tepasini sanab qo'ysak yetadi. Ya'ni mana -1dan -1dan 1, 2, 3, 4gacha ekan. -1 u 4 oraliqda musbat bo'ladi ekan. Ya'ni 0, 1, 2, 3. Jami 4ta. Nimaga 4ni kirgizmadim? Chunki 4da hosilasi 0 ga teng bo'lib qoladi. Nimaga -1ni kirgizmadim? Chunki mana bunaqa nuqta bo'lsa, u kirmaydigan nuqta degani u. Hop, endi ikkinchi misolga o'tamiz. Agar deyapti, mana shu 3 ga teng bo'lsa, bu esa 2 ga teng bo'lsa deyapti. F2ning qiymatini toping. Top deyapti. Bizda endi bo'laklab integralash kerak bo'ladi bu yerda. Bo'laklab integral nima bo'ladi? Masalan, integral a' b teng bo'ladi. A b ayrilgan integral b' a ga. Endi qaraymiz. Biz a'ni mana bu f'(x) turibdi, ya'ni mana bu a', mana bu b. Endi buni teng deb olamiz. Nimaga teng bo'ladi endi? Mana a b bo'lish uchun a dan integral olish kerak, ya. Ya'ni hosilani yo'qotish uchun undan integral olsa fx ni o'zi bo'ladi. Ko'paytirilgan b ni o'zi, ya'ni x ning o'zi. Ayrilgan endi b'. Xdan hosila 1. Ko'paytirilgan a'miz bizda fx ga teng ekan. Oralig'imiz qaysi oraliq? 0 2 oraliq. Bu teng ekan 2 ga. Endi qaraymiz. Mana buni qiymati bor bizda. Ya'ni fx 0 2 oraliqda fx. Mana 3 degan qiymatimiz bor bizda. Integral 0 dan 2 gacha fx ko'paytirilgan x, uzr, ayrilgan 3 teng bo'ladi ekan 2 ga. Integral 0 dan 2 gacha fx ko'paytirilgan x teng bo'ladi ekan 5 ga. Endi birinchi o'rinda 2 ni qo'yib yuboraman. f2 ko'paytirilgan 2 ayrilgan 0 ko'paytirilgan f0. Bu teng ekan 5 ga. Endi ikkita f2 teng ekan 5 ga, chunki mana bu 0 bo'lib ketadi. F2 ni topsam nima bo'ladi ekan? 5 taqsim 2 ga. 5 taqsim 2 ga teng bo'lar ekan demak.
Endi mana bu yerda geometrik progressия bo'lyapti, ya'ni darajasi pasayib ketyapti. Teskari funksiya basagan demak, ko'pincha agar f minus 1 bo'lsa teskari funksiya bo'lardi, lekin bu yerda daraja ko'rinishida kelyapti. Ya'ni mana bu sonlar daraja ko'rinishida kelyapti bu yerda. Mana buni yozib olaman. 1 taqsim f2 qo'shilgan 1 taqsim f2 ning kvadrati qo'shilgan 1 taqsim f2 ning kubi. Shunda qaraymiz endi va hokazo ketyapti. Bu geometrik cheksiz kamayuvchi geometrik birlashmani berib qolyapti bu endi. Mana b1imiz bizda nimaga teng? B1 teng bo'lyapti 1 taqsim f2 ga. Endi q nimaga teng bo'lyapti? Bu ham 1 taqsim f2 ga teng bo'lyapti. Hop, endi bizda f2 bor 5. 5 taqsim 2 ga teng. Qo'yaveramiz endi b1 teng 1 taqsim 5 taqsim 2 ni qo'yaversak 2 taqsim 5 chiqadi. Mana bu q ham 2 taqsim 5 chiqadi ekan demak. Endi bizda formula bor edi. Cheksiz kamayuvchi progressiya uchun b1 taqsim 1 minus q degan. B1 ni o'rniga qo'yaman 2 taqsim 5. 1 ayrilgan q ni o'rniga qo'yaman 2 taqsim 5. Mahraj bersa 2 taqsim 5 taqsim yana 3 taqsim 5 bo'ladida qisqarib ketadi va 2 taqsim 3 degan javob chiqib qoladi ekan bizda endi. 2 taqsim 3 chiqar ekan. Keyingi misolga o'tamiz. ABC uchburchak deyapti. I nuqta bisektrisalar kesish nuqtasi. AD deyapti. AD bisektrisa deyapti. Mana hop uchburchak chizib olsak. Mana bu deylik A, deylik B. Mana buni desak C. ABC uchburchakda I nuqta bisektrisalar kesish nuqtasi va AD bisektrisa AB teng 24 deyapti. A'da bisektrisa bor ekan. Nimaga teng ekan? AB 24 ekan. Hop, DB 18 ga teng ekan. Keyinchi AC 40 ga teng ekan. SI kesma uzilgini toping. Mana shu joy I nuqta ekan, ya'ni bisektrisalar kesadigan nuqta. Hop, endi qaraymiz. ABC uchburchak uzun topishimiz kerak ekan. B savolda SI kesma uzunligini topishimiz kerak ekan. Endi bizda xossa bor, ixtiyoriy uchburchakda mana bu L bisektrisa bo'lsa, mana bu M, mana bu N bo'lsa, bu A, B bo'lsa, A taqsim B teng bo'lar edi bizda M taqsim N ga. Unda 24 taqsim 18 teng bo'ladigan 40 taqsim DS ga. Mana buni endi 6 ga qisqartirsam ikkalasini ham. To'g'ri 3. 4 bilan 40 ni qisqartirsam 10. Shunda DS kelib chiqadi, 30 ga kelib chiqib qoladi ekan DS ni. Mana bu demak 30 ga teng ekan. Endi 20 dan uchburchak uchun topib qo'ysak bo'laveradi. 24 qo'shilgan 40 qo'shilgan nima? 48 taqsim 2, ya'ni yarim perimetr. 24 ga 40 emas, 64. 64 ga 48chi. 112 mi? 112, 112 taqsim 2 nimaga teng bo'ladi? 56 ga. Endi ilzosida 56 ko'paytirilgan 56 dan nimani ayiramiz? 24 ni ayirsak. Nima chiqadi? 32 chiqadimi? Ko'paytirilgan. Endi 56 dan ayiramiz, 40 ni ayirsak 16 chiqadi. 56 dan endi
qirq sakkizni ayirsak 8 degan qiymat chiqadi. Tamam. Mana buni yoyib olaman. 2 ko'paytirib 16. Ko'paytirilgan 16 ko'paytirilgan nima 8. 2 kira 8imiz 16 beradi-da, 16 ni ildiz 4 chiqadi. Mana 16 kira 16, 16 ni kvadrati bundan ildiz 16 chiqadi. Ko'paytirilgan endi ildizosida 56. 56 ni yozib olaman endi. 4 ko'paytirilgan nima deb yozsam bo'ladi? 4 ko'paytirilgan 14 holatda yozsam bo'laveradi. 4dan ildiz 2 chiqadi-da. 8 ko'paytirilgan 16 ildizosida 14. Mana shu javob bo'ladi endi bizda. Hop, endi SI kesma uzunligini topishimiz kerak ekan biz. SI kesma uzunligi. Ya'ni mana shu joydan besektirist o'tkazib yuboramiz. Hop. Mana shu joyni qanaqadir A, mana shu joyni B deb olsam. B deb olmayman endi mana buni 24 minus A deb olaman. Shunda hozir 1 minut. Shu joyda ham turaversin. Mana endi bizda qoida bor. Yana besektirist xossasi A taqsim emas. Mana bu joyimiz bizda nimaga teng edi? 40 ga 40 taqsim A teng bo'ladi. 48 taqsim 24 minus A ga. Hop. Ikkalasini qisqartiraman 4 ga. Mana bu 12, bu 10. Shunda 240 ayrilgan 10 A teng bo'ladi ekan 12 ta A ga. Shunda 22 A teng bo'ladi ekan 240 ga. 2 ga qisqartirsam 11 A teng bo'ladi ekan 120 ga. A teng bo'ladi ekan 120 taqsim 11 ga. Boshqa usuldan ketaylik bo'lmasam. Mana bu alfa besektirsa bo'lyapti. Mana bu kichkina cho'pchak uchun ham besektirsa bo'ladi bu. Shunda mana bu I taqsim i'ni 4 taqsim 3 ga teng bo'ladi. Ya'ni tomonlar nisbatiga teng bo'ladi. 4x 3x. Endi bizda formula bor. Ixtiyoriy uchburchak uchun. Mana bu L besektirsa bo'lsa, mana bu A, mana bu B bo'lsin. M N bo'lsin. L teng bo'ladi ilzosida M N ayrilgan A B ga. Hop, L teng bo'ladi. Shunda bizda M teng bo'ladi. Ya'ni mana bu A da teng bo'ladi iltizosida 24 ko'paytirilgan 40 ayrilgan 18 ko'paytirilgan 30 ga. Bu teng bo'ladi endi nimaga? 24 kira 40 960 ayrilgan 18 kira 30 ya'ni 540. Bu nimaga teng endi? 420 mi? Iltizosida hop iltizosida 420 ga teng endi bu. Ya'ni bu 7x ga teng. Chunki mana 4 3x deb nisbatan oldik. Shunda x ni topsam iltizosida 420 taqsim 7 ga teng ekan. Endi hozir ishlatgan formulamizni mana shu uchburchak uchun ham qo'llab olamiz. Ya'ni 40 ning 30 ga ko'paytmasi ayrilgan 4x ning 3x ko'paytmasi teng bo'ladi mana bu SI ga.
Hop, 40 kira 30. 1200 ayrilgan 3x ko'paytirilgan 4x. O'zbekistonda 1200 ayrilgan 3 12 ko'paytirilgan nima? X kvadrat, ya'ni 420 taqsim 49. Mana shuni izlab qo'ysalaring bo'ldi endi. Ja, hammasini ishlayvering. Qolganiga to'g'risi erinib shuni ildiz qo'ysalaring bo'ldi. Hop, endi 42-chi misolga o'tamiz. Diametri AB bo'lgan yarim aylanaga ABC uchburchak rasmdagi kabi chizildi deyapti. A'da 4, B'da 6 bo'lsa, ABC uchburchak yuzini toping deyapti. Endi qaraymiz, mana bu 4, bu 6 ga teng ekan. Endi mana bu uchburchak teng, mana bu C uchi diametr aytirilyapti. Bu degani mana bu joy 90 gradus bo'ladi degan. Mana bu endi h desak, bizda formula bor. 90 gradus bo'lsa, mana bu balandlik a shtrix b shtrix h kvadrat teng bo'ladi a shtrix ko'paytirilgan b shtrixga. Shunda h kvadrat teng 4 ko'paytirilgan 6 ga, ya'ni 24 ga bu yerdan h ni topsak 2 ildiz 6. Endi 100 ni topsak nima chiqadi? S teng bo'ladi. 2 ildiz 6 ko'paytirilgan asosimiz 10 ga teng taqsim 2 teng bo'ladi ekan. 10 ildiz 6 ga teng bo'ladi ekan yuzamiz. Endi ABC uchburchakni AB tomon atrofida aylantirishdan hosil bo'lgan jism hajmini toping. Endi mana bu yerga o'chib turaman. Ya'ni mana shu uchburchakni mana shu uchburchakni AB tomon atrofida aylantiramiz ekan. Ya'ni mana bu uchun mana bu holatda aylanadi. Shunda bizga hosil bo'ladi. Ikkita ko'rinus hosil bo'ladi. O'rtada aylanib hosil bo'ladi. Ya'ni mana bu joy 4, bu joy 6. 2 ildiz 6, 2 ildiz 6. Nima topish kerak ekan? Hosil bo'lgan jism hajmini. Hop, mana buni hajmini V1, bunikini V2 deb olsak, ya'ni mana bu konuslarda ikkita konus. Mana bu bizda birinchi konus. Balandligimiz 4, asosining radiusi 2 ildiz 6. Endi mana bu ikkinchi konus. Radius 2 ildiz 6, balandligimiz 6 ga teng. V1imiz teng bo'lyapti. I taqsim 3 ko'paytirilgan r kvadratimiz bizda kvadrati 24 ko'paytirilgan radiusimiz 4 ga teng. Bu bilan boshqarsa 8, 8 kira 4imiz 32 pi. Endi V2 ni topsak. Pi taqsim 3 ko'paytirilgan r kvadrat, ya'ni 24 ko'paytirilgan radiusimiz 6. Bu bilan boshqarsa 8, 48 pi hosil bo'ladi ekan. Endi ikkalasining yig'indisi bizda bo'ladi 80 pi bo'ladi. Javobimiz 80 pi bo'lar ekan. Endi keyingi misolga o'tamiz. Barcha tomonlari ildizi 6 ga teng bo'lgan ABCD oltiburchak berilgan ekan. A bilan D burchaklari 90 gradus. Bu burchaklar 150 gradus bo'lsa, deyapti. AD diagonal uzunligini topishimiz kerak ekan. Xo'p, chiza olaman mana bu yerga. Belgilab chiqsam endi. A, B, C, D, E, F. Barcha qirralar ildizi 6 ga teng. Endi A bilan D burchaklari 90 gradus ekan. 90, 90 gradus. Va B bilan E burchaklari 150. Mana bu 150, bu ham 150 gradus.
Mana bu 120 gradus. Bu ham 120 gradus. Soat kerak endi. Ada degan ekan. Hop, nima qilamiz unda? Surishtirdim deylik. Hop. B bilan Dni ham solishtiraman endi. Qaraymiz endi. Mana bu ikkalasi tengmi? Mana bu joy 120 bo'lsa, mana bu joy 30. Bu joy ham 30 bo'lib qoladi. Shunda mana bu joyga jami 120 gradus qoladi endi. Endi mana bu mana bu joy A bo'lsa, mana bu joy 120 gradus bo'lgani uchun mana bu joy A ilzosi bo'ladi. Mana bu joy esa A ga teng. Mana shu cho'rchak uchun nima qilamiz endi? Bu cho'rchak uchun endi bitta kosinuslar teoremasini qo'lga olamiz albatta. A kvadrat qo'shilgan 3a kvadrat ayrilgan 2 ko'paytirilgan A ko'paytirilgan A ilzosi 3 ko'paytirilgan kosinus 120 minus 1 taqsim 2 o'rta plyus bo'ladi 1 taqsim 2 teng ekan ADning kvadratiga. 4a kvadrat qo'shilgan bo'ladi. Ikkalasi qisqaradi. A kvadrat ilzosi 3 ga. Bu teng bo'ladi ekan ADning kvadratiga. 4 ko'paytirilgan A kvadratimiz biz A teng nimaga teng edi? Ilzosi 6 ga. Kvadrat 6 qo'shilgan 6 ilzosi 3 teng ekan ADning kvadratiga. 24 qo'shilgan 4 ilzosi 3 teng bo'ladi ekan ADning kvadratiga. Endi AD teng bo'ladi ekan ilzosida 24 qo'shilgan 4 ilzosi 3 ga teng bo'ladi ekan. Bizda ADning qiymati shu chiqdi endi, demak. Endi yuzasini topishimiz kerak. Qaraymiz. Mana shu joy bilan yana bir joyni tashtirsam. Bu joy 30. Mana bu joy ham 30. A, mana bu joy A ilzosi 3. Mana bu joy A yana. Qaraymiz endi. Mana bu A yuza bo'lsa, mana bu ham A yuza bo'lib qoladi. Bir xil bo'lyapti, chunki ikkalasi ham tomonlari ham bir xil, burchaklari ham bir xil bo'ladi. Mana bu joy S bo'lsa, bu yer ham S. Shunda mana bitta nima deydi? To'rt burchakning yuzasini topsak yetarli. Mana birinchi S ning yuzasini topa olaman. S teng A ko'paytirilgan A taqsim 2 ko'paytirilgan ilzosi taqsim 2. A kvadrat ilzosi taqsim 4 yani. A kvadrat bizda 6 ga teng. 6 ilzosi taqsim 4. Bundan ikkita bor, ya'ni ikkita esimiz teng bo'ladi ekan. 1 ilzosi 3 ga. Endi A'ni topib olsak, A ko'paytirilgan A ilzosi 3 taqsim 2 ko'paytirilgan sinus 1 ilzosi 3 taqsim 2 edi. Ya'ni 3a kvadrat taqsim 4 ga. 3 taqsim 4 ko'paytirilgan a kvadratimiz 6 ga teng. Ya'ni bu a ga teng. Endi ikkamiz teng bo'ladi bizda. Nimaga teng bo'ladi? 9 ga teng bo'ladi. Ikkalasining yig'indisi demak 3 qo'shilgan 9. Jami yuzamiz shunga teng bo'lar ekan. S umumiymiz. Keyingi misolga o'tamiz demak.
44 misolga yetib keldik. Konus o'q kesim uchidagi 60 gradus va balandligi 5 ga teng deyapti. Konus asosiga parallel kesim. Undan radius 3 ga teng bo'lgan doira yasaldi deyapti. Hop, mana konus o'q kesimi 60 gradus deyapti. Ya'ni mana bu joy 60 gradus ekan. Balandligi 5 ga teng deyapti. Konus asosiga parallel kesim. Undan radius 3 ga teng bo'lgan doira yasaldi. Ya'ni mana bu doira deyapti. Shu yasaldi, radius 3 ga teng ekan. Konus hajmini topishimiz kerak ekan. Shu joy 3 bo'lsa bo'pti. Mana joyimiz 30 gradus bo'ladi. Balandlik bo'lgani uchun bu joy esa 60. Hop. Mana bu joy ham 60 gradus. Bu joy radius. Mana bu. Bizda balandlik bor. Endi radiusini topishimiz kerak. Hmm, Bu joy ham 60 gradus. Demak, biz mana bu nima ekan? Bu bizga teng ekan. Nima deydi? Muntazam uchburchak hosil bo'lib qoladi ekan bu yerda. Nimaga mana bu joy 60 gradus? Ikkala yonboshlar ham teng bu degani muntazam uchburchak degani. Shunda balandlik 5 ga teng ekan, ya'ni h teng ekan 5 ga. Mana bu holatda desak a balandlik tushirsak a taqsim 2 a ildiz 3 taqsim 2 ga teng bo'lardi balandlik. Ya'ni 5 teng ekan a ildiz ostida 3 taqsim 2 ga. Bu yerdan a taqsim 2 ni topsak 5 taqsim ildiz ostida teng bo'lar ekan. Nimaga a taqsim 2 ni topdim? Chunki mana bu jami a bo'lsa a taqsim 2 radiusga teng bo'ladi. Endi yuzani hajm topsam v teng bo'ladi 1 taqsim 3 ko'paytirilgan pi. Endi radiusning kvadrati, ya'ni 25 taqsim 3 ko'paytirilgan nima? Balandligimiz 5 ga teng. 125 pi taqsim 9. Endi konus asosi markazidan kes konus yasovchi bilan hosil bo'lgan nuqtagacha bo'lgan masofani toping. Konus asosi markazidan kesimni konus yasovchi bilan hosil qilgan nuqtagacha bo'lgan masofani toping. Mana bu oyin masofani topishimiz kerak ekanda biz. Bu joy 90 gradus bo'lsin. Nima qilamiz endi? Bu joy 30 gradus bo'lsa, tanginasi 30, 1 taqsim ildiz 3 teng bo'ladi 3 taqsim x ga. Shunda mana bu joyni x deb oldim. X teng ekan 3 ildiz 3 ga. Endi nima hosil bo'ladi? Jami balandligimiz 5 ga teng. Ya'ni mana bu bizda bo'ladi 5 minus 3 ildiz 3 ga teng bo'ladi bu. Bu yerda mana bu
Qandaydir adashdimmikan yo? Hozir bir minut tekshirib ko'raylikchi. Yo'q, men xato qilmaganman bu joyda. Bu joyda misol xato bo'lgan. Chunki bu joyda men xato qilmadim. Mana 5 emas, kattaroq son bo'lishi kerak edi. Nimaga buni manfiy deyapman? Mana 3 5 dan kattaroq son manfiy pala tomon. Shunday bo'lsa ham, mana o'yinning kvadratini Pifagordan topib bilsalar bo'laveradi. Ya'ni 5 minus 3 ning kvadrati qo'shilgan 3 ning kvadrati. Mana shundan chiqadi o'yinning kvadrati. Bu yerda lekin misol xato bo'lgan. Endi oxirgi misolimizga yetib keldik. Shar sirtining yuzi deyapti, esga tengan. Unda eng katta hajmli silindr ichki chizilgan deyapti. Eng katta hajmli silindr asosi radiusini toping debdi. Mana hop, shartsiz olsak. Mana shu shar. Shuning yuzasi to'la sirti nimaga teng ekan? S ga teng ekan. S teng bo'lardi 4pi r kvadratga. Binoning 3 olsak, 12 ta r kvadrat emas. Katta yoza shuni. Teng ekan s ga. Bu yerdan r kvadratni topsak, s taqsim 12 ga teng bo'lar ekan. 1 minut. Hop, r kvadrat oldik endi biz. S taqsim 12 ga teng. Endi silindr chizamiz. Mana shu holatda silindr chizsam. Endi mana bu markaz. Bitta teganini o'tkazaman silindr uchun. Bu ham radius, mana bu ham radius bo'lib qoladi shunda. Endi mana bu ikkita kichkina, ya'ni silindr. Bu esa xasga teng. Hop, endi yozib olamiz. Xas kvadrat qo'shilgan 4ta kichkina yer kvadrat teng ekan 4ta katta yer kvadratga. Endi bu yerdan 4ta kichkina yer kvadratni topib olsam, 4 katta yer kvadrat ayrilgan bo'ladi xas kvadratga. Endi kichkina yerning kvadrati teng bo'ladi 4ta katta yer kvadrat ayrilgan xas kvadrat taqsim 4 ga. Demak, shunga teng ekan. Eng katta hajmli nima deyilgan edi? Prizma deyilgan edi. V teng bo'lardi bizda. Ya'ni hajm pi r kvadrat ko'paytirilgan hga. Mana pi ga qaramay tursa ham bo'laveradi hozircha. R kvadratimizni o'rniga yozaman. 4ta katta r kvadrat ayrilgan hning kvadrat taqsim 4. Bugun ko'paytiramiz endi h
bo'ladi endi. 4 ta r kvadrat ko'paytirilgan h ayrilgan h kub taqsim 4 ga. Mana shu hajmga teng bo'lsa, shu eng katta bo'lishi kerak ekan. Endi bundan h bo'yicha hosil olib turib 0 ga tenglashimiz kerak. Eng katta degani uchun 4r kvadrat ko'paytirilgan h ayrilgan h kub. Shu tepadan hosil olib qo'ysak bo'ldi. Chunki tepa eng katta bo'lsa, umumiy qiymat ham eng katta chiqaveradi. Ya'ni mana bu 1/4 ga qarash shart emas. Hosil olsak 4 ta r kvadrat ayrilgan 3 ta h kvadrat teng bo'ladigan 0 ga. 4r kvadrat teng ekan 3h kvadratga. Nimani toping deganda o'zi? Silindr asosiy radiusi silindrning katta hajmini topishimiz kerak ekan. Endi bu yerdan h kvadratni topsam chiqadi 4 ta r kvadrat taqsim nimaga? 3 ga chiqadi ekan. H kvadrat chiqdi endi bizda. Hajm nimaga teng edi endi bizda? 4 ko'paytirilgan r kvadratni o'rniga qo'yib yuboraman. Nimani qo'yib yuboraman? Mana bu yerda yozgan edik. R kvadrat teng s taqsim 12 ga. 4 ko'paytirilgan s taqsim 12. Himiz bizda nimaga teng ekan? Hni topsam nima chiqadi? R kvadratni o'rniga qo'yib olaman, ya'ni s taqsim 12 ni 4 taqsim 3 ko'paytirilgan s taqsim 12. Bu bilan bu qisqarsa bizda bo'ladi 3. Shunda h teng bo'ladi. Ya'ni h kvadrat teng bo'ladi s taqsim 9 ga. Bu yerdan hni topsak, ildiz s taqsim 3 ga teng bo'ladi ekan. Ko'paytirilgan ildiz s taqsim 3. Endi ayrilgan nima? H kubga teng bo'ladi ekan. H kub nimaga teng endi? Kubni ko'tarsam s ildiz s taqsim nima? 27. S ildiz s taqsim 27. Bu bilan bu qisqarsa mana bu bo'ladi 3. Keyin bu 27, bu 9lik uchun bunga umumiy xalos bersam 3s ildiz s ayrilgan s ildiz s taqsim nima? 27. Bu teng bo'ladi ekan 2s ildiz s taqsim 27 ga bizda bor edi. 1 taqsim 4miz ham bor edi. Ya'ni mahrajda 4 bor edi. 1 taqsim 4 ga ko'paytirsam ikkalasi qisqaradi. Mana bu 2 s ildiz s taqsim 54 ga teng bo'lib qoladi. Endi demak biz hajmini topib oldik a. S ildiz s taqsim nima? 24. 54 deganim uzr. Endi asosiy radiusini topishimiz kerak edi. Radiusini mana bu yerda topgan edik a. Mana r kvadrat teng 4 ko'paytirilgan mana katta r kvadrat nimaga teng edi? S taqsim 12 ga ayrilgan h kvadrat nimaga teng chiqdi? S taqsim 9 ga teng chiqdi. Ayrilgan s taqsim 9 taqsim 4. Bu bilan bu qisqarsa 3 qoladi. Umumiy xaraj bersak mana bunga 3 beramiz. Shunda 2s taqsim 3 taqsim 4. Bu degani 2s taqsim 12. S taqsim 6 ga teng bo'lar ekan. S taqsim 6 ga teng bo'lar ekan. Bu bilan tahlil tugagan.
Hop. Dadil xato qilganga o'xshayman hozir. Hisoblash xato qilgan bo'lishi mumkin, lekin umumiy yo'l to'g'ri. Shunday usulda ishlanadi misollar, bu kabi misollarimiz. Hop, mana bu joyda xato qilibman shekilli. Mana r kvadrat tengiydi. 4 ko'paytirilgan katta r kvadratimiz s taqsim 12 ayrilgan nima? H kvadratimiz. H kvadratimizda chiqdi s taqsim 9 taqsim 4. R kvadrat teng bo'ladi ekan s taqsim 3 ayrilgan s taqsim 9 mag'izda turib 4 turibdi. Endi r kvadrat teng bo'ladi ekan. Mag'raz bersak 3 2s taqsim 9 ko'paytirilgan 4 ga. Bu bilan qisqarsa teng bo'ladi ekan. R kvadrat teng bo'ladi ekan s taqsim 18 ga. Ya'ni r teng chiqadi ekan. Ildizi s taqsim 18 ga teng chiqar ekan. Hop, s taqsim ildizi 18. Ildizi s taqsim 18. Endi mana bu B shartiga qaraymiz endi. Ya'ni V tengiydi pi r kvadrat ko'paytirilgan h ga. Qo'yaveramiz endi uni o'rniga. Pi ko'paytirilgan r kvadratimiz nima bo'ladi? S taqsim 18 ko'paytirilgan h'imiz-chi? H'imiz teng chiqsa ildizi s taqsim 3 ga. Bu teng bo'ladi ekan s ildizi s taqsim 54 bo'lar ekan. Ya 54 pi. Endi pini o'rniga 3 qo'yib yuborsak, s ildizi s taqsim 18 chiqadi bizda ham javob. Hop, demak, mana 18 bo'ladi. Pini yodimdan chiqaribman. Men bilan tahlil tugadi. Tahlilda qayerdadir tushunmay qolgan joylaring bo'lsa bemalol yozishlaring mumkin menga. Men tushuntirib qo'yaveraman. Bilan tahlil tugadi. Oxirigacha ko'rgan bo'lsalaring rahmat.